yangi xonadonni yaxshi ko'radigan aka-ukalarimiz uchun yangi xonadon topib qo'ydik. Xonadonimizni manzilini tushuntiradigan bo'lsak, Yangiyo'l tumani, xalq tili bilan aytganda Tojik mahalla, ko'chamiz mana asfalt. Bu ko'chamizga mana gaz, suv, svetdan hech qanaqa problemalar yo'q. Xat hujjatlari joyida. Bu xonadonimizni tanishtiradigan bo'lsak, mana shu katta ko'chadan 30 metr ichkariga kirganingizda 3-xonadon. Bu yoqda 10 ta yangi novostroyka tushgan. Bitta ukamiz bu novostroykani o'zlari uchun atiyda remont qilib olgan, lekin ba'zi bir sabablarga ko'ra sotyapti. Endi hozir sizlarga borib xonadonni tanishtiramiz. Xonadonimizni tashqi tomon ko'rinishlari, bu yoqdan eshik ochib qo'yganlar, bu yoqda esa mashina qo'yishga darvozaxona tashab ketganlar. Bu esa oshxona uchun o'zlariga отдельный kanalizatsiya qilib qo'yganlar. Endi xonadonimiz hovli tomonini tanishtiradigan bo'lsak, kirib kelganinglarda o'ng tomonda oshxona kutib oladi. Bu yoqda esa o'zlari uchun 4 ta xona qurgan. Yonida bitta mehmonxona, bolaxona, ota-onalar uchun joy, keyin o'zlari uchun yotoqxona. Endi bu yoqqa yurib kelganinglarda ichkarida ham hojatxona, hammom bor. Bu yoqda ham o'zlari uchun bitta hojatxona, bitta hammom qurib qo'yganlar. Tepaga esa bochka tashab ketishga joylar qo'ygan. Keyin bu xonadonimiz afzalliklari, xohlasanglar bularni tomini ochib, o'zingizlar uchun 2 qavatli uy qurib olsanglar ham bo'ladi. Monoliklar hammasi bir tekisda quyilgan, plitalarga mo'ljallangan. Endi agar bu xonadonimiz kimgadir qiziq bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon qilasizlar. Uy egalari narxi bilan tortishib, $35 ming ga ko'ndirdi, yana kelishadigan joylari bor.